Do'stlar deb boshlaymiz bugungi video obzorimizni. Hammaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar va ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Hammaga alangali salom. Mana bugun bizni qilgan ishimiz Farg'ona viloyati Quva tumanida qilingan ishimizni uyi oldidan ponni obzor qilib o'tishi niyat qildik. Xudo xolisa mana hozir zina qilishdan oldingi beton quyish jarayonida turibmiz. Mishalkalar tayyor, sementlar kelgan. Uyimizga ham ko'rib bitta baho berib qo'yasizlar deb uy fasad qismini ko'rsatib o'tdik do'stlar. Mana oldiga xudo xolasa mana shu payda turgan joyga ham lestnitsa qilamiz. Lekin undan avval mana birinchi etajdan ikkinchi etajga chiqish zinamizga ko'rib baho berasizlar va video avvalida like va kommentariy orqali bizni qo'llab-quvvatlab tursanglar, kanalimiz rivoji uchun yaxshilik qilib qo'ygan bo'lasizlar do'stlarim. Xo'p, zinamizni razmerlari bilan tanishtirib o'tishni boshlaymiz. Bo'lmasa yaxshilab joylashib olinglar. Joyimiz obshi balandligi 3.10. Zinamiz 15,5 cm dan standart tushgan. Balandliklari mana taxtalarimiz balandligi shu 15,5 cm bo'ladi balandligi. Mana oyoq qo'yadigan joylari bo'ladigan bo'lsa 30 cm dan to'g'ri kelgan. Joyi juda kasoy. Zina qilishga neudobniy qilib qo'yilgan joy ekan. Tepasida ham ko'rishingiz mumkin. Mana plitadan qiytuv joy qilib, ko'z deydi ba'zi joyda qiytuv deydi. Shunaqa qilib xod qo'yib ketishgan ustagalarimiz. Lekin shunaqa bo'lsa ham baholi qudrat chiqib tushishlarga boshqasiga udobniy qilib zina qilishga harakat qildik. 20 stupenka tushgan do'stlar. Shida o'rtasida 2 dona aylana qilib yuborganmiz. Ko'rib baho berishingiz mumkin. Armaturalarimiz 12 lik begabot, 15 ga 15 qilib to'qilgan karkas. Taxtalarimiz 15 ga 2,5 lik sasna. Bu yerda ham bitta tushish bor. Uyimizning koridor qismi tepa ikkinchi etaj. O'zlari bilib xonalarni bo'lib olishadi. Mana tepadan zinamizning ko'rinishlari. Do'stlar, agar kimgadir shunaqa xizmatli kerak bo'ladigan bo'lsa, ofitsialniy telefon raqamlarini qoldiramiz. Bemalol murojaat qilib zakaz berishlaringiz mumkin. Hamma shunaqa chiroyli uchastkalarni qilish nasib qilsin. Bizga ham albatta. Mana seli ko'rinishi joyimizni. Obshisi yondan ko'rinishlari. Buni achibkali holatlari ham hali xudo xolasa qo'yib boramiz. Hozir betonga tayyorgarlik. Videoni kuzatishda davom etib tursa, xudo xolasa beton quyilgan holatlarni ham qo'yib boramiz. Hammaga xayrli kun. Video oxirida yana bitta eslatib o'taman. Like va kommentariy do'stlar esdan chiqib qolmasin. Alloh rozi bo'lsin hammadan. Hammaning ishlariga rivoj.